Yangilik bu kuch, faqat unga ega bo'lganlar va to'g'ri foydalana olganlar uchundir. Assalomu alaykum. Efirda Yangi kun informatsion tahliliy dasturi va men Ahror Elboyev. Vatanni sevmoq iymondandir. Tabiatni sevmoqchi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati professor Boriy Alixonov bu haqda quyidagicha fikrlaydi. Ekologik madaniyat emas, ekologik ma'naviyat tushunchasini kiritgan bo'lardi. Ma'naviyat ham chuqurroq, ham anglab yetish. İnsonni qalbidan chiqadigan narsa ma'naviyat. Insonni tafakkuri emas, faqatgina qalbidan chiqadigan. Bir muqaddas so'z bor hadisda. Vatanni sevmoq iymondandir deb. Men qo'shimcha qilgan bo'lardim. Tabiatni sevmoq ham iymondandir. Ushbu fikr bugungi kunda tabiatni muhofaza qilish faqatgina huquqiy emas, balki ma'naviy va axloqiy burch ekanini ham ta'kidlab o'tadi. Inson tabiatga qanday munosabatda bo'lsa, tabiat ham insonga xuddi shunday munosabatda bo'ladi. O'zbekistonda birinchi marta yomg'ir yog'diruvchi stansiya o'rnatildi. Texnologiya atmosferadagi tabiiy jarayonlarga ta'sir qiladi va yomg'ir bulutlarini hosil qiladi. Loyiha Navoiy viloyatida Qozog'iston kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirildi deya xabar berdi Qishloq xo'jaligi vazirligi. O'zbekistonda ikkinchi kun жұмыс істеп жатырмыз. Atmosfera өте сухой. Бірақ соның өзінде екінші күнде бірінші белгілер. Бұл белгілер жайлап тамшылай бастады. Бастысы атмосфера реагирует ете бастады. Бұл жақсы белгі. Gulnora Karimovaning noqonuniy o'zlashtirgan 87 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarildi. Bu haqda 24-aprel kuni Olmaliq shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Moliya va iqtisod vaziri o'rinbosari Otabek Fozil Karimov ma'lum qildi. Mas'ulga ko'ra, musodara qilingan jami 131 million AQSh dollarining O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha kelishuv imzolangan. Ayni paytgacha mamlakatga kelib tushgan 87 million dollarlik mablag'lar sog'liqni saqlash va ta'limga jalb qilish rejalashtirilgan. Samarqand shahrida O'zbekiston-Turkmaniston muzokaralari bo'lib o'tdi. Ikki tomonlama muzokaralar davomida O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Ko'p qirrali hamkorlik barcha yo'nalishlarda, shu jumladan siyosiy, parlamentlararo, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va madaniy-gumanitar sohalarda jadal rivojlanib borayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Ikki tomonlama muzokaralar yakunida Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedovga O'zbekiston Respublikasining oliy darajali do'stlik ordenini taqdim etdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan Ahror Elboyev bo'ldi. Yangi kunda ko'rishguncha